Pahol chiqargandan keyin boshqa narsaga umuman qiynalmaydi bu. Shunaqa. Setkasi bitta apparatni o'zida 4 xil, 5 xil vazifani bajarsa bo'ladi-da bunda. Masalan, o't chiqaradi, moliy degan o't bor, hammasini chiqarib beradi. Ha. Prosta o'sha setkasini almashtirsa bo'ladi. Setkasini almashtirsa bo'ladi. Keyin YouTube'da kontentlar chiqyapti-da, temirni bachoqlab o'ryapti yo toshni maydalayapti. Endi segment masalan o'tmas bo'lib qolishi mumkin, sinishi mumkin, u tosh nima chiqarganda chiqaraveradi, lekin zarar yetishi mumkin. Zarar yetadi. Bitta videoda. Shunaqa. Assalomu alaykum ilg'or obunachilar. Bugun sizlarga qisqacha drabilkalar haqida obzor qilib beramiz Nurul akam bilan. Assalomu alaykum ilg'or obunachilar. Mana bugun sizlarga Akbarjon bilan birgalikda ilg'or universal drabilkalarni qisqacha obzor qilib o'tamiz. Hop, aka, obzor qilishimizdan oldin bitta savol bor edi. Sizlar 4 yildan beri bozorda mavjud ekansizlar, to'g'rimi? 4 yildan beri faoliyat ko'rsatamiz. 4 yildan beri ancha odamga уже drabilka 3000 dan ortiq odam, уже 3000 dan ortiq odam drabilka sotib olishgan. Birga betga hozir 4 xil apparat qo'yganmiz. Lekin to'ralasi ham bir xil vazifani bajaradi. Ha. Ya'ni to'ralasi ham hammasi bir xil vazifani bajaradi. Hozir bu apparatimizni birinchi setkalardan boshlaylik. 4 xil setkasi bor. Ha. Mana 4 ta setkasi bor buning. Bunisi mana bunisi qo'y bopi, mayda chiqaradi. Bunisi mol bop setkasi. Mana bunisi makkani yorma qilib beradigan, makka bug'doy yorma qilib beradi bunisi. Mana bunisi kepak holatda chiqarib beradigan setkasi bu. Ha, almashtirib, ya'ni almashtirib ishlataveradi. Misol uchun donga alohida mana makkani mardagini ham chiqarsa bo'ladi mana bu setkasida. Bularda somon faqat qurg'utlar chiqarsa bo'ladi bunda. Polotga setkani olib qo'yib chiqarsa ham bo'laveradi. Hammasida 4 tadan setka bo'ladi. 4 tadan setkasi bor hammasida. Ha, bularda asosiy farqi nimada? Bular misol kichikroq ekan. Pichog'ida, motorida shunaqa pichog'ini ko'rsak bo'ladi? Pichog'ini ko'rsangiz bo'ladi. Pichog'i 14 talik. Hozir ochib ko'rsataman ichini. Hozir buni donga tayyorlab qo'yganmiz, don chiqarish uchun. Betga hozir yorma setkasini qo'yganmiz. Bunda don chiqarib beramiz hozir. Mana bu setkasi. Bunda makkani hozir yorma holatda chiqarib beramiz. Motorlari buni 2 kilovat bo'ladi. Alyuminium motka bo'ladi. Bu yoqda yoqib o'chirish uchun avtomatlari bor. Bu yoqda voltmetr avtomat ko'rsatib turadi o'zi. Keyin bunisi pichoqlari bir xil, bu bilan buni pichog'i bir xil. Motorida farqi bor buni. Keyin yasalishda farqi bor. Motorda qanaqa farq bor? Motori bu 3 kilovat, bu 2 kilovat bo'ladi. Ha. Shunisida farqi bor. Keyin yana buni yasalishida stili boshqacharoq buniki. Ha. Ham balonlari ham bor buni. Bu yoqqa yetalashga qulay bu. Tushunarli. Bular endi qanchadan narxlari? Bunimizning narxi 2 million so'm, joyimizdagi narxi. Ha, bu yerdan olib kelsa 2 million so'm bo'ladi. 2 million so'm. Mana bu 2 million 200 ming so'm. Ha. Keyin dastavkasi qanaqa bo'ladi aka keyin buni? Dastavkasi endi kelishligi holda qilib beramiz dastavkasini. Ha, aytishim bo'yicha Samarqand, Buxoro hammasiga yetkazib berasiz. 12 viloyat bo'yicha. Xorazmgacha yetkazib beryapmiz. Dastavkasi unaqa qimmat bo'lib ketmaydi? Yo'q, unaqa hamyonbop. Bo'lmaydi, hamyonbop narxi kelishtirib yetkazib beramiz. Bu apparatimiz 4 kilovatlik. Bu ham alyuminium motor. Alyuminium motor ekan. Bu ozgina kattaroq naringlarga qaraganda pichoqlari ham 20 ta pichog'i bor buni. Bu maxaviylik bo'ladi. Ha. 2 qator mana pichoqlar. Keyin mana buni temiri ham qalin ekani. Qalin bu, qalin qozoni ham qalindan. 6-7 mm chiqadi bu qalinligi. Baquvvat ekanda bu. Bu apparatimiz 4 kilovat, 3000 оборот. Ha. Motori alyuminium obmotka bo'ladi bu. Bunisi keyin to'k past joylar bo'lib qoladi-yu. To'k past joylarda alyuminium obmotka yaxshi ishlaydi. Ha, bemalol ishlayveradi, muammosiz. To'k balandroq joylarga mana biz motorimizni tavsiya qilamiz. Eng pasti nechigacha ishlaydi to'k? 170 voltda ishlatgan yaxshi buni. Ha. Undan pastdan ishlayveradi-yu, lekin motor qizib qolishi mumkin. Keyin kichkinalarchi bor bular? Kichkinalar ham shu 160-170 da ishlayveradi bular ham. Bemalol ishlayveradi. Undan pastda ishlashni tavsiya qilmayman. Ha, ya'ni 2 fazada ishlayveradi bemalol. 170 dan pastiga tavsiya qilmayman ishlatishni, lekin ishlayveradi. Qizib qolishi mumkin-da. Bunisi 4 kilovat mis motorligi bu. 4 kilovat 3000 оборот. Buni ham pichoqlari bir xil, u bilan 20 talik. Olasa pichog'ini qo'shib berishimiz ham mumkin, ko'paytirib 24 ta deyish mumkin yoki boshqa deyish mumkin, qo'shib berilaveradi. Zakazga qarab qo'shib berilaveradi. Zakazga qarab qo'shib berilaveradi. Lekin pichog'ida ishmas, u pichoq sonida emas, pichoqni to'g'ri joylashtirishda bu. Yaxshi chiqarishi.
Buni ochilib yopishlar. Keyin YouTube'da kontentlar chiqyapti-da, temirni parchalaveryapti yo toshni masalan maydalayapti. Endi segment masalan o'tmas bo'lib qolishi mumkin, yo sinishi mumkin, u tosh nima chiqarganda Chiqaraveradi, lekin zarar yetishi mumkin. zarar yetadi. Bitta videonida. Shunaqa. Keyin bu apparatimizni qulayligini ham aytib o'tib, u yoq bu yoqqa ko'chirishga qulay bu. Ha, qadrinlari bor. Keyin ham bu apparatimizni yonboshlatib ham ishlatish mumkin. Hali poyalarga, Ha. poyaga yonboshlatib ishlatgan qulay deyman. Bu qulaylikni sevuvchilar uchun ekanda. Keyin bu yoqda ochilib yopilishlari ham Bitta ko'rsatib o'tamiz. Ha. Kurchok orqali. Birgina kurchok bilan yopilishi ham oson. Setkalari ham shu olib almashtiriladi. Bunda ham 4 xil setka bor. Bu apparatlarimiz narxi bunisi 3 million 100 ming so'm. 3 million 100 ming so'm bu yerdan olib ketish, to'g'rimi? Dastavkasi bilan. Dastavkasi ichida. Bunisi 3 million 300 ming so'm, dastavkasi ham bor. O'zbekiston bo'ylab bitkazib beramiz. Bitkazib beramiz, xudo xohlasa. Agar bekka kelib olib kelsa, misol Bag'dod tumani, Zafarobod, dastavkani pulini o'tib beramiz unga kelishtirib. kelishtirib o'tib beriladi. O'tib beriladigan joylari bor. Obunachilarimizga chegirmalar bor. Chegirmalarimiz bor. Buni bitta ishlatilishini ko'rsak bo'ladimi bo'lmasa? Bo'ldi, hozir ishlatib ko'rsatib beramiz. Xo'p, keyin yana bitta ma'lumot berib o'tib ketdik. Ma'lumot berdingiz-ku, misol setka, misol mana bu setkani qo'ysangiz bunga chiqarib beraveradi, to'g'rimi? Donni. Chiqarib beradi, donni. Setkasini almashtirsangiz, o'tni ham chiqarib beraveradi. Ha, setkasini bitta apparatni o'zida 4 xil, 5 xil vazifani bajarsa bo'ladi-da bunda. Masalan, donni 2 xil holatda chiqarish mumkin, hashakni 3 xil holatda chiqarish mumkin. Setkani olib qo'ysa yirikroq. Setka, ikkita setkasi bor, hashagi mana. Kommentariylarda juda ko'p o'qidim-da, o'sha haliga bitta o'zi bitta drabilka nimalarni chiqarib beradi deganlar bo'ldi. Hamma o't chiqaradi. Moliy degan o't borki, hammasini chiqarib beradi. Ha. Prosta o'sha setkasini almashtirsa bo'ldi. Setkasini almashtirsa bo'ladi. Bitta ko'rsatib beramizmi obunachilarga? Hozir almashtirishni bitta ko'rsatib qo'yaylik buni. Davay. Ko'rsatdik. Ochilishi olinadi mana setkasi. Setkasi olinadi. Bu yerga setka qo'yilgan joylar bor. Setka qo'yilgan joylar bor mana. Yana osongina. Bu qaysiniki qo'yildi endi? Bu Makkani o'sha yorma qilib chiqarib beramiz. Yorma. Yana qaysi Makkani? Keyin Makkani nardagi bilan chiqarib beramiz. Bitta chiqarib ko'rsatib beramiz. Ha, yes. Bitta mana aytib beraveramiz. Hozir mana qopqoq qo'yiladi. Ha? Qopqoq qo'yildi. Endi donni to'kamiz. Nimaga o'zi bu qopqoq? Don chiqarish uchun-da. Bir minutga to'xtab turasiz. Mana bu dorimizni sovib oldik. Hozir endi buni chiqarish uchun mana buni ochamiz. Ha, ochsak teshigi bor edi. Zasolkasi bor, zasolka ochiladi mana. Endi mana. Makkani mana. Makkani to'g'ri bo'ladi. Hozir yopib qo'ydim hozir buni. Video cho'zilib ketmasin. Aha, bo'ldi. Holat keltiraverdi. Yorma holatda bu. Ha. Bundan ham mayda qilsa bo'ladi. Bundan ham mayda qilsa bo'ladi. Mayda setkasi qo'yiladi, mayda chiqarsa bo'ladi. Bu maydada lekin makkani sotasi bilan chiqarib bo'lmaydi. Endi hozir bu apparatimizni yurg'izib ko'rsatib beramiz. Bunga hozir yirik setkasi qo'yilgan. Bunda hozir somon bilan beda chiqarib beramiz. Bo'l, bitta ko'raylik bo'lmasa. Hozir ulanadi. Somon. Beda. Qotdi. Mana hozir bu yerda bedamizni yirik setkasidan chiqardik mana. Bu yirik holatdamiz. Bundan ham mayda qilsa bo'ladi. Bundan ham mayda qilib chiqarib beraveradi. Somonimizni qarang, o'zi yirik setkasida ham qancha maydalab tashladi.
bundan mayda setkani qo'yadigan bo'lsa вообще hozir уже 20 sekundga qolmasa shuni chiqarib bo'ldi. Bu degani 5-10 minutda ancha narsani chiqarib olsa bo'lar ekanda. endi hozir bu katta apparatimizda poholi bilan somonni chiqarib beramiz hozir bunda. Mayda setka qo'yilgan bunga. Mayda setkani qo'yib qo'yamiz. Qo'yib setkasi. Bismillah. Pohol. Pohol. Tamam. Akbarjon, ana bu sol pohol bo'ladi. Qarang qancha yaxshisiga. Abi tamam. Maydaligini qarang, sol pohol chiqargandan keyin boshqa narsaga umuman qiynalmaydi bu. Shunaqa. Zo'ru. Ikkalasi bitta apparat, to'g'rimi? Ikkalasi ham bir xil lekin chiqarishi. Hozir endi mana kichkinamizda bitta nima qilib beramiz hozir, setkasini almashtirib turib, bu kichkinani ham qanaqa chiqaradi deganlarga hozir chiqarib ko'rsatib beramiz undan. Keling, bitta keyingi videoda video qilamizki, setkasini almashtirib video qilamiz. Bitta apparat misol 5 xil turda, misol uchun bitta apparat shuni o'zi somon, bug'doy yoki misol mana makka hammasini setkasini almashtirib qilib beramiz. Bo'ldi. Xudo xolasa obuna bo'lib qolishsa, obunachilar keyingi videoda chiqaramiz. Setkasini almashtiramizda buni hozir cho'zilib ketadi ekan videosi. Bo'ldi bo'lmasa keyingi videolarda xudo xolasa to'liq obzor qilib qanaqa chiqaradi, 1 minutda qancha narsa chiqaradi, shu qancha press chiqaradi shularni ko'rsatib. Keyin aka bitta savol bor. Misol bozorda brendlar juda ko'p ekanda, Bulg'or bor ekan, boshqasi bor, xullas nimaga aynan sizlar tanlash kerak? Endi bizda 1 oy garantiyamiz bor. 1 oy servis ichida. Servis ichida. Biron nima bo'lib qolsa tuzatib yoki nima qilib berasiz? Bo'lsa tuzatib beramiz. Endi bu temir narsa. Muammo chiqmaydi. Muammo chiqmaydi deb bo'lmaydi. Chiqib qolsa agar biz bartaraf qilib beramiz muammolarni. Bundan tashqari narxi ham bozor bilan почти bir xil. Bir xil bozor bilan. Lekin sifat yaxshiroq bozordan ko'ra. Sifatiga garantiya beriladi. Chunki eshitishim bo'yicha konteyner hammasi o'zingizlardan chiqadi materiallar. O'zimizdan chiqadi, keyin qalin material ishlatamiz. Unaqa yupqa material emas. Mana bular ham 2lik listdan ishlatamiz. 2 shunaqa listlardan qilinadi o'zi bu. Arzon, mana hamyonbop apparatlarimizga ham o'sha qalin material ishlatganmiz. Motorlar ham ko'proq kelganiga nisbatan arzonroq keladi. Shuning uchun narxlar ham arzonroq. Narxlar arzonroq.